Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz O'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan, mustaqillikka erishish arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar mavzusida suhbatlashamiz. Birinchi rejamiz 20-asr 80-yillari o'rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotdagi inqirozli holat. Ikkinchi rejamiz markazning O'zbekistonda amalga oshirilgan qatag'on siyosati, paxta ishi, o'zbek ishi nomli kompaniyalar. Uchinchisi 1989-yil o'rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlar, milliy manfaatlar ustuvorligining o'sib borishi. To'rtinchi rejamiz esa Islom Karimov, O'zbekistonning birinchi prezidenti, Mustaqillik deklaratsiyasi va uning tarixiy ahamiyati hamda 1991-yil avgust voqealari. 1980-yillarning boshlarida Sovet siyosiy tizimida xo'jalik yuritish usuli tubdan o'zini batamom inqirozga uchradi deb aytsak bo'ladi. Ma'muriy siyosiy biqirlik kuchaydi, jamiyat a'zolarining mehnat intizomi buzildi hamda befarqlik kuchayib ketdi. Yuzaga kelgan mana shunday ijtimoiy siyosiy vaziyatni yumshatish maqsadida Mixail Gorbachyov 1980-yillardan qayta qurish siyosatini amalga oshira boshladi. Qayta qurishning birinchi davri 1985-87-yillarni o'z ichiga olib, bu davrlarda ma'muriy tashkiliy tadbirlar avvalgidek buyruqbozlik asosida olib borila boshladi hamda markaz faqatgina o'z manfaatlari yo'lida xizmat qilib, milliy xalq manfaatlarini inobatga olmadi. Ikkinchi davri 1987 hamda 90-yillarda amalga oshirilgan bo'lib, bu davrda o'zbeklarga nisbatan siyosiy uydirmalar to'qib chiqarila boshladiki, ular o'zbeklar ishi hamda paxta ishi o'zbeklar ishi deb nomlandi. Bu davr ikkita mana shunday olib borilgan qayta qurish siyosatining ikkala bosqichini ham mag'lubiyat bilan yakunlanganligini asosiy sababi qayta qurishning faqatgina markaz manfaatlarini hisobga olgan holda milliylikni, yurtimizdagi xalq manfaatlarini hech qanday inobatga olinmaganligi ko'rsatilib o'tiladi. Xo'p, undan keyin o'zbek ishi, qayta ishi deb nomlangan siyosiy uydirmalar boshlanishi natijasida 1983-yil markaz tomonidan O'zbekistonga Gidyanov boshchiligida 200 dan ortiq tergovchilar yuborila boshlandi. Markazdan respublikamizga yuborilgan tekshiruvchilar esa milliy shart-sharoitlarni hisobga olmay, o'zbek xalqining milliy manfaatlari, madaniyati, qadr-qimmatini paymol eta boshladi. Gidyanov boshliq tergovchilarni tarixiy adabiyotlarda hattoki ularning tergov usuli fashistlardan ham vahshiyroq deb keltirilgan ma'lumotlar ham saqlanib qolgan. O'zbekiston SSR Markaziy qo'mitasining Respublika Ministrlar Совeti, O'zbekiston SSR Oliy Совeti, O'zbekiston SSR prokuraturasi hamda ichki ishlar kabi muhim boshqaruv bo'g'inlari mana shunday kuchlarning qo'liga o'tib ketdi. Bunday vaziyat esa respublikadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni yanada keskinlashtirib yuborilishiga olib keldi. Natijada O'zbekiston tergov usullari o'tkaziladigan maydonga aylanib qoldi. 80-yillar o'rtalaridan boshlab yurtimizda vaziyat o'zgardi. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, maxsus shayxzodalarning millatchilik, pan-islomizm, pan-turkizm kabi siyosiy o'yinlarda ayblanib, qatag'on qilinganliklari ochib tashlandi. 30-40-yillarda hamda 50-yillarning boshlarida siyosiy qatag'on qilinib qatl etilgan hamda qamoqxonalarga tashlangan xalqimizning asl farzandlari oqlandi. 1937-39-yillarda qamoqqa olinib otib tashlangan 6920 ta ziyolining qatag'on qismati o'rganildi. Bu borada birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mana shunday siyosiy vaziyatda o'zini yakdil fikrini bayon qilib, birinchi marta markaz ittifoqidagi respublikalar ichida birinchi marta milliy xalqdan chiqqan prokuror tayinlandi hamda bu prokuror zimmasiga yurtboshimiz bosh prokuror oldiga respublikamiz manfaatlarini himoya qilish, birinchi navbatda paxta ishi bo'yicha nohaq qamalgan fuqarolarning haq-huquqlarini tiklash masalasini qo'ydi. Hamda 1990-yil 23-martda O'zbekiston SSR prezidenti lavozimini ta'sis etish, O'zbekiston SSR konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi.
1990-yil 24-mart 12-chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Sovetining birinchi sessiyasi Respublika Kompartiyasi birinchi kotibi bo'lgan Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston SSR birinchi prezidenti etib saylandi. Mustaqillik sari qo'yilgan eng muhim qadamlardan biri bu 1990-yil 20-iyunda O'zbekiston SSR Oliy Sovetining ikkinchi sessiyasida qabul qilingan Mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi edi. Bu deklaratsiya 17 moddadan iborat bo'lib, bu moddalarning deyarli barchasida milliy xalq manfaatlari inobatga olingan edi. Shunday qilib, 1991-yil 18-avgustda sobiq ittifoqda favqulodda holat e'lon qilindi. Moskva va boshqa bir necha yirik shaharlarda qo'shinlar, shu jumladan tanklar shaharga kirib kela boshlandi. 21-avgustda fitnachilar mag'lubiyatga uchradi. O'zbekiston esa 1991-yil 31-avgust kuni o'z mustaqilligini e'lon qildi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mana shunday Rossiyadagi siyosiy vaziyatdan qo'rqmay, o'z siyosiy qarashlaridan og'ishmay, yurtimizni mustaqillikka olib chiqishi bu katta siyosiy va tarixiy hodisa edi. 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasini o'zini mustaqil davlat deb e'lon qildi. Bu jarayon Markaziy Osiyo respublikalari ichida birinchi O'zbekistonning mustaqillikka chiqishi edi. Shunday qilib, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan O'zbekistonning mustaqil davlatlar qatoriga olib chiqilishi katta siyosiy tarixiy hodisa edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzalarda uchrashguncha xayr.